Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat ayollarining go'zalligi. Bu mavzuda gapirganda hamma erkaklarning uyqusi yoziladi. Jannat ayollari, hurlar. Mo'minning jannatdagi ayoli, agar xotin dunyoda mo'mina bo'lib yashagan bo'lsa, bu ayol erini rozi qilib, eri ham Allohni rozi qilib jannatga kirgan bo'lsa, mana shu ayoli bilan jannatda ham birga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannat ayollari va hur ayollarning sifatlarida ular hayz va nifosdan pokiza bo'ladilar. Hayz nifos bo'lmaydi ularda. Agar mo'mina jannati bo'lgan bo'lsa, uni jamoli shunday bir chiroyli bo'ladiki, payg'ambarimiz aytadilar, agar jannat ahlidan bo'lgan bir ayol bu dunyo osmoniga chiqarilsa, uni chiroyidan dunyo yorishib ketadi. Uni hididan dunyoni xushbo'y hid tutadi va boshidagi ro'moli, qarang, ro'moli bo'lar ekan. Buxoriydan bu hadis. Boshidagi ro'moli dunyodagi hamma narsadan ko'ra afzalroq deydi. Bitta ro'moli. Vallohi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bu odamlarning kiyimlarini chiroyligidan deyapti payg'ambarimiz. O'ziga tushgan kiyim chiroyli ipakdan, tillar bilan bezatilgan kiyimlar kelganda o'lja bo'lib, oddiy kiyingan, sodda bo'lgan, haligi qimmatbaho hashamatdor kiyimlarni ko'rib turib, shundan ajablanyapsizlarmi chiroyiga? Allohga qasam, Sa'd ibn Muozni jannatda qo'lini artib tashlab oladigan ro'molchasi bulardan ko'ra yaxshiroq deydi. Yerga qamchilar bir ursangiz qamchi chizadi. Vallohi jannatdagi bitta qamchi tegadigan yer dunyo va uning ichidagi narsalardan ko'ra afzalroq degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriydan keltiriladi, jannatga birinchilarda bo'lib kiradigan kishilarning suratlari Badr kechasidagi to'lin oyning suratiga o'xshaydi. Ular jannatda tupurishmaydi, najosat chiqarmaydi, tellaydi. Faqat tellari mushk ambarning hidi bo'ladi. Ularning ichadigan idishlari oltindan, taroqlari oltin va kumushdan. Ularning har birining ikkitadan ayoli bo'lacak. Ularning sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Chunki muammo bo'lmaydi, birodarlar. Birodar uyiga bordi, zo'r mehmon bo'ldi, uyga ketish kerak, tashvish. To'g'rimi? Sizni xo'riz bilan o'tirganingizni birodaringiz bostirib kirib kelaveradi, jannatingizga ko'rmaydi xo'ringizni. U ham xo'ri bilan kirib kelyapti o'zi. Oxiri biz eshikdan borib turinglar, desiz bezlab turasiz dunyoda. Eshik yopiqmikin, bir xotin xalas chiqib qolmasmikin deb turib, haligi erkak kishisiz, g'ayursiz, rashqib keladida o'ylanasiz. Ammo jannatda bu muammo yo'q, kelaverasiz. Birodarlar, shu yerga intilish kerak. Shu yerga intilishlik kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymiz dunyoga kirgizishdi. Xohlaymizmi, xohlamaymiz dunyodan chiqarishadi. Faqat chiqayotganini yutib olaylik. Jannatlar jannatga kirgandan keyin Alloh taolo aytadi, yana ham ziyodaroq qilaymi deb ne'matni. Parvardigor, yana bormi? Axir jahannamdan chiqarmadingmi? Yuzlarimizni oq qilmadingmi? Sirotdan o'tkazmadingmi? Jannatingga kirgizmadingmi? Yana bormi? Alloh taolo aytadi, sizlarga qaytib g'azab qilmayman. Alloh taoloning g'azab qilmasligi bu jannatdagi berilgan eng ulug' ne'mat bo'ladi. Lillazina ahsanu al-husna va ziyada. Chiroyli amal qilgan zotlar uchun eng go'zal oqibat va ziyoda ne'matlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, men jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odam deb bilaman. Jahannamdan oxirgi bo'lib chiqib, jannatga ham oxirgi kiradigan bandani bilaman dedi. Bu kishi oxirgi bo'lib chiqdi. Kuydi, azoblandi. Alloh biladi 100 yil turdimi, 1000 yil turdimi, 10 ming yil turdimi chiqdi. O'tdan qochib kelar ekan, o't bir yetadi. Qochib qoladi. Bir yetmaydi. Yana ozgina yurgan ekan, o't kelib yana uradi. Payg'ambarimiz hikoya qilib beryapti, birodarlar. Haligi odam o'tdan bir narsa qiladida chiqib oladi. Oxirgi chiqayotgan odam jahannamdan. Qalbida zarracha iymoni bor odam jannatga kiradi, birodarlar. Amallari ko'pligi uchun, gunoh amallari ko'pligi uchun do'zaxda kuyadi, lekin bir kun chiqadi. Mana shu oxirgi odam jahannamdan chiqib kelyapti. Undan keyin hech kim chiqmaydi.
o't yetmaydigan masofaga borib olgandan keyin sendan meni qutqargan Alloh azza va jalla buyuk deydi. Va dunyodagi eng katta ne'mat egasi ekanligini his qilib o'tiradi. Chunki qutuldilar o'tdan, birodarlar. Haligi o'tda kuyib azoblanyapti-da 1000 yilmi, 500 yilmi chiqib turib, sendan qutqargan Alloh har narsadan, har qanday aybdan pok deb rozi bo'lib o'tiradi. Chunki chiqdi-da. Qarishmasa berilmadi bunga, lekin azobdan qutuldi. Birodarlar, ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, zato tanish sog'u. Pulingiz ko'p bo'lmasa, zato qarzingiz yo'q-ku. Ko'ring siz turgan holatingizni ne'matligini. Shunda Alloh taolo shu bandasini erkalatib, jannat daraxtlaridan bo'lgan bir daraxtni ko'zida yetadigan masofaga ko'rsatib qo'yar ekan. Banda rozi turgan holatidan, banda boshqa narsani so'ramayman degan, lekin Alloh taolo erkalatib ko'rsatib qo'yar ekan. Shunda banda daraxtga qarar ekan, o'zini holiga qarar ekan, "Ey Robbim" der ekan, "Shu daraxtni yaqin qilgin meni." Alloh aytar ekan, "Ey odam bolasi, agar uni bersam, yana ziyoda qil deb so'ramikinsan? Yo Parvardigor, shu daraxtni bersang bo'ldi, qaytib hech narsa so'ramayman" der ekan. Alloh Karim zot nimaga ko'rsatdi? Berish uchun ko'rsatdi. Berar ekan. Haligi banda daraxtni ostiga kelganidan keyin uni soyasidan, mevasidan, hididan, haroratidan huzur olib, eng katta ne'matni menga beradi deb o'tirar ekan. Chunki yo'qda ko'rmadi undan zo'rrog'ini. Bizdan zo'rroq ne'mat olgan odamni ko'ramiz, o'zimizni ne'matni ko'rmaymiz. Shunday bir holatda turgan paytda Alloh taolo nandarog'idan undan ham chiroyliroq daraxt yana ko'rsatib qo'yadi. Haligi banda qaytib so'ramayman deb va'da bergan. Lekin banda u ojiz, u zaif, Alloh nimaga ko'rsatdi? Berish uchun ko'rsatdi. Daraxtga qarar ekan, o'zini holatiga qarar ekan, oxiri chidamasdan Parvardigor ana shu daraxtni ham ber der ekan. Ey odam bolasi, axir so'ramayman deding-ku, beraver Parvardigor der ekan. Agar uni bersam, bundan ham ziyodani so'rarmikinsan? Parvardigor boshqa so'ramayman dedi der ekan. Undan ham kattaroq daraxtda turibdi, endi bu undan ham zo'r. Endi zo'r bo'ldi deb tursa, Alloh taolo jannatga yaqin, jannatning darvozasiga yaqin bo'lgan yana bitta daraxtni ko'rsatadi. Shahid qo'ymisimda ona jannatga tez-tez. Mana ko'ringlar-da. Shu yerda o'tirgan odamlar har xil holatdamiz. Ijtimoiy, iqtisodiy holatimiz har xil. Lekin jannat haqida gapirilsa, oxirat haqida gapirilsa, qalblarimiz bir xil huzur oladi. Nimani alomati? Siz bilan bizdagi iymonning alomati. Endi hech narsa ta'sirini o'tiribsizmi? Bu meni aybim emas. Agar sizga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, sizning muammoyingiz. Chunki boshqalarga ta'sir qilyapti. Haligi banda Parvardigoridan shu daraxtni ham so'raydi. Alloh taolo beradi unga. Beradi. Endi hech narsa so'ramayman deb o'tirganida Alloh taolo jannatni qizil oltindan bo'lgan darvozasini ochib qo'yadi. Daraxtni tagida o'tirib maza qilyapti. Alloh taolo endi jannatni ham ko'rsatib qo'ydi. Jannatdagi qasrlar, xizmatkorlar, bog'lar, qushlar, suvlar, sharoblar buni ko'rgandan keyin banda sabr qila olmaydi. Yana qaytarib aytamiz, Alloh azza va jalla nimaga ko'rsatyapti buni? So'raylar mendan deyapti Alloh taolo. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum deyapti, duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Robbim meni jannatga kirgizdi. Ey odam bolasi, Alloh taolo, nima qilsam rozi bo'lasan, nima qilsam xursand bo'lasan, jannatga kirsan bo'ldi deydi. Kir deydi. Deganda banda xijolat bo'lib, Parvardigor joy qoldimikin menga deydi. Chunki kim oxirgi bo'lib kiryapti bu? Oxirgi bo'lib kiryapti. Shunda Alloh taolo ajib bir nido qiladi, agar senga dunyochalik jannatni bersam, rozimisan? Yana shunchani qo'shib bersam, mana shu dunyo hayotimizdagi 2 barobar keladigan, yer shariga 2 barobar keladigan jannatni bersam, rozi bo'lasanmi der ekan. Dunyodagi qaysi podshohning mulki yer yuziga teng? Bo'lganmi bu narsa? Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Endi bu kimga berilyapti bunchalik ne'mat?
oxirgi odamga berilyapti. Oxirgi odamga berilyapti. Allohning karamini ko'ring, birodarlar. Shunda senga shu dunyoni chalik va shunga qo'shimcha yana bir jannatni bersam rozimisan deganda, Parvardigor, meni masxara qilyapsanmi der ekan. Deb turib Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kuldi. Kulib turib, nimaga kulayotganimni so'ramaysizlarmi? Nimaga kulyapsiz deyishdi? Rasululloh kuldi dedi. Rasululloh nima uchun kulganini so'ramaysizlarmi dedi. Rasululloh nimaga kuldi dedi. Boyaga Parvardigor, meni masxara qilyapsanmi deganda Alloh taolo kuldi dedi. Bu eng oxirgi bandasiga Alloh taolo eng oxirgi jannatga kirayotgan bandasiga shuncha marhamat qilyapti. Ettiroq kelganlarga nima bor ekan? Alloh taolo unga faloncha ne'matni beringlar deydi. Banda roziman deydi. Alloh taolo yana shuncha beringlar deydi. Banda roziman deydi. Yana shuncha beringlar, roziman. 4 marta aytadi. 2 marta emas, 4 marta aytadi. Alloh taolo aytadi, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik ziyoda qilinglar deydi. Nechta bo'ldi? Bu dunyoga 10 barobar keladigan jannat beriladi. Kimga? Oxirgi kirgan bandaga. Sahobalar buni eshitib, "Ya Rasululloh, bu oxirgi kirilgan odamga shuncha berilsa, sal yuqoriroq manzillardagiga nima beriladi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Uni hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni aqli bovar qilmaydigan ne'matlar." Kirar ekan bu davomi bor. Kirib huri ayinlardan ikkitasi uning oldiga keladi. U kufr aytadi, "Seni bizlarga va bizni senga yaratgan Allohga hamd sano bo'lsin" deydi. U kishi aytadi, "Menga hech kimga berilmagan xotin maqtanar ekan. Menga hech kimga berilmagan ne'mat berildi" deb turib ayollarning oldida maqtanar ekan. "Menda dunyoga 10 barobar keladigan jannat bor" ekan. Birodarlar, bir otani Alloh taolo jannatdagi manzilatini ko'tarar ekan. Qiyomat kuni tilla tosh kiygizar ekan. Nurdan bo'lgan libos kiygizar ekanki, Parvardigor, meni bunchalik amalim yo'qdi-yu, qayoqdan keldi bu narsa? Farzandimga Qur'on o'qishlikka sharoit qilib berganing uchun va farzandim Qur'onni ta'lim olib, unga amal qilganligi uchun deydi. Ko'raylik, farzandlarimizga nimani ta'lim beryapmiz, nimani o'rganishlikka ularga bir sharoit yaratib beryapmiz. Nimani deb odamlar bir-biridan itmushi bo'lib yuribdi, birodarlar. 5%, 3%, 10% foydali odamlar umrini o'tkazib yuboryapti. So'raylik o'zimizdan. Mana shu jannatga biz oshamizmi, yo'qmi? Mana shu jannatga kirishga umidimiz bormi, yo'qmi? Birodarlar, muborak Ramazon kechalarida o'tiribmiz. Boshqa oylarda qilingandan 70 barobar ajr ko'p bo'ladi bu oyda qilingan amallarni. Qadriga yetaylik. Qadriga yetaylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.